Soat 2 bo'lib qopti. Xudo xolisi 4 soatdan keyin polyot. Reysimiz soat 6 da. Kuzatib borsanglar, bu yoq juda ham qiziq bo'ladi. Uyga borib chamadonni olib, shu bilan sekin aeroportga. Albatta biz Toshkent aeroportiga yetib keldik va kelganimizdan keyin biz Toshkent aeroportidan Myunxen aeroportiga uchishimiz kerak, ya'ni Germaniyaga. O'shaning uchun qana ketdik. Uzoq uchirilgan vaqtdan keyin, ya'ni 6 soat va 45 minutdan keyin biz Myunxen aeroportiga qo'ndik va O'zbekiston havo yo'llariga rahmat deb qolamiz. Parvozimiz juda ham yaxshi o'tdi. Yanushga oldik. Germaniyadamiz. Aeroportdan chiqdik. Endi sekin yo'l olamiz. To'g'rimi, Surachka? Suramiz.